Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yiladigan joyimiz Urganch shahrining markazida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, aeroportning yo'li. Ban tarafimiz aeroport bo'ladi. Ban tarafimiz esa Jaloliddin Manguberdi vokzal tomon bo'ladi. Bu yerda gastronom. Shu ko'rib turgan domlarimizda bo'ladi. Arkamızdaki 4 etajlı domumuzun 2. etajında toza domda Ponni toza remontdan chiqib turgan 2 kanalı Euro remont joyimiz sotib qo'yilayotir. Hamma yere yaqin bo'ladi mestosi. Dehqon bozor. Esa gittik, Unichon taraf bilan davom chiqsa. Ikkinchi qavatimizdan yetib keldik. Ko'rganlaringizdek, podyezdimiz toza, akkuratli holatda turibdi. Shu to'g'rimizdagi xonadon bo'ladi. Girish eshiklarimiz katta. Demir eshiklardan qo'yilgan sifatli yaxshi eshiklar. Ichon tarafiga kiradi olsak, uyimiz toza remontdan chiqib turibdi. Ponni hamma narsasi bilan qoladi. Hamma joylarini toza qo'yib qo'yibdilar. Girish xotimizga e'tibor bering. Dumulli tushgan, kamdan kam bo'ladi buning. Katta tushganlari registrlar qo'yib o'tilgan berimiz ham. Oyoq temiza ajoyib oppoq hollardan döşelgan ekan. Berimiz ham yaxshi mo'ysha bo'ylardan urilgan. Depamiz natijnoy bo'ladi ekan. O'ng tarafimizda hojatxonasi joylashgan. Yana bir plus tomoni hojatxona bilan sanuzel bo'lak-bo'lak joylashgan ekan bu yerda. Berimizda esa oshxonasi bo'ladi. Oshxonamiz ham hamma narsasi qo'yilib turibdi. Berimizda aynasına shuningdek jaluzi qo'yilgan. Akfayna bo'ladi hammasi. Ko'rganlaringizdek, yo'lning bo'yinda beram registrlar qo'yilgan. Ajoyib duh konturli kotyollamizdan qo'yilib turibdi ekan. Ariston ham bo'ladi. Shuningdek toza mebel qo'yilgan. Zamonaviy. Berimizda uголоклari bo'ladi. Katta xolodilniklarimiz ham qo'yilgan, paket top toza holatda turibdi. Berimizda esa kir mashinam bo'ladi. Ko'rganingizdek, hali ishlatilmagan bir marta. Paket holatda turibdi. Oshxonamiz ham keng, o'tirib bemalol choy ichmaka bo'ladi. Berimizda esa zalimiz bo'ladi. Zalimiz katta eshiklari qo'yilgan ekan, yaxshi sifatli taxta eshiklardan. Ichondan kiradi olsak, berimiz ham keng tushgan, oyoq tiyilamiz g'oli. Shuningdek, ajoyib pardalar qo'yilgan ekan, zamonaviy. Registrlarimiz ham o'tib turibdi. Bu yerda ham uголок bo'ladi ekan. Zalimizda o'tiradi. Ko'rganlaringizdek, qimmat zamonaviy 8 millionlik toza uголок mebeldan qo'yilgan ekan. Sifatli. Televizorlarimiz ham bo'ladi. Shuningdek, toza turibdi ham paket holatida. Ajoyib lyustralarimiz ham asilgan. Tepalarimiz natijnoy bo'ladi. Aboylarni e'tibor eting. Zamonaviy qimmat, yaxshi aboylardan urilgan uyimizda. Berimizda esa sanuzel joylashgan bo'ladi. Berimiz ham g'oldashab qo'ydi yalla oyoq tiyini. Shuningdek kafeldan chiqib turibdi. Berimiz ham ajoyib ulug' joylashgan ekan. Berimizda esa yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rganlaringizdek, hamma narsasi paket holatda turibdi. Spannilari, pardamiz ham ajoyib spanniga qo'shadigan rangda qo'yilgan ekan. Zamonaviy registrlarimiz o'tgan. Berimiz ham keng, yaxshi bo'ylada urilgan. Depalarimiz natijnoy. Shuningdek, ajoyib shkaflardan qo'yilgan ekan. Oyoq tiyilamiz g'oli bo'ladi ekan. Ko'rganlaringizdek, uyimizda yaxshi sifatli qimmat narsalardan qo'yilgan bitin. Toza remontdan chiqib turibdi. Gaz, suv, svetda umuman muammosi yo'q. Shahrimizning markazida, toza domda, qimmat mestada. Keng joy ko'rganlaringizdek. Hamma yerimiz keng tushgan, girishlarimiz, zallarimiz. Hamma narsasi qoladi uyda. Narxini keladi olsak, 540 million so'm. Üstüne yanında ozana qaytib beriladi. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon atib bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.